هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 96. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 96. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Sizlerning ve yoluvchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Madamiki sizlar ihromda yoki haramda ekansizlar, quruqliq hayvonlarini ovlash sizlarga harom qilindi. Sizlar qiyomat kuni dargohiga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar. Allah Baytul Haram bo'lgan Ka'bani, haj eyini, hajda qilinadigan qurbonlikning alomati sifatida bo'yinlariga belgi esilgan to'gilarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqisi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shayini bilgichi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. İtaat qilguvchilarga Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir. Nihoyat mehribondir. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkora va yoshirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turadi. Ihrom oldidagi kishilarga dengiz ovlarining halol qilinganligi to'g'risida. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Musayyib ve Said ibn Jubayr qatorliqlar bu oyatda kelgan dengiz hayvonlari degan so'zdan dengizdan yangi tutilgan dengiz hayvonlari va dengizdan chiqadigan yemekliklar degan oyatidan dengiz hayvonlaridan ozuqliq uchun quritib elib olganini ko'z tutildi dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu bu oyat kelgan dengiz hayvonlari degan so'zdan dengiz hayvonlaridan dengizdan terik tutilganlari va dengizdan chiqadigan yemekliklar degan so'zdan dengiz hayvonlaridan o'lik holatda suv yuziga laylab qolganlari ko'z tutildi deydi. İbn Abbas radıyallahu anhu bu oyat kelgan dengiz hayvonlari degan so'zdan dengiz hayvonlaridan dengizda terik tutilganlari va dengizdan chiqadigan yemekliklar degan so'zdan dengiz hayvonlaridan o'lik holatda suv yuziga laylab qolganlari ko'z tutildi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Bakr, Zaid ibn Sabit, Abdullah ibn Amr, Abu Ayyub Ansari, Ikrima, Abu Salama ibn Abdurrahman, İbrahim Nahai ve Hasan Basri qatorliqlarmu shuning o'xshash dedi. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun, ya'ni sizlar dengiz hayvonlaridan oziqlanishinglar va foydalanishinglar uchun ular halol qilindi. Ikrima oyatdagi va yo'lovchilarning degan so'zdan dengizga yaqin joylarda o'ltiraqlashgan va dengiz safarida bo'lgan kishilar ko'z tutildi dedi. Boshqa olimlar oyatdagi dengiz hayvonlari degan oyatdan
dengiz atrofida o'ltiraqlashgan kishilarning o'zlari uchun dengizdan ovlagan yangi dengiz hayvonlari va dengizdan chiqadigan yemakliklar degan oyatdan dengizda o'zi o'lib laylab chiqib qolgan dengiz hayvonlari va tuzlanib musofirlarga va dengizdan yiroq joydagi kishilarga oziqliq uchun tayyorlangan hayvonlar ko'z tutiladi dedi. İbn Abbas, Mujahid, Suddi va boshqalarmi bu haqda yuqoriga o'xshash deydi. İmam Malik Jabir radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Abu Ubayda ibn Jarrohning qo'mondonligidagi 300 kishilik bir qo'shinni dengiz bo'yi tarafga avatdi. Men shu qo'shinda edim. Safarda oziqliqimiz tugayli deb qoldi. Abu Ubayda ibn Jarroh qo'shindikilarni oziqlarni bir yerga to'plashga buyurdi. Bu oziqlar faqat xormalardan iborat bo'lib, bu xormalar kishilarga kunda az-azdan taqsim qilinib berildi. Oziqliq oxirlashib qolganda har birimizga kuniga faqat bir taldanla berilishga boshladi. Men bir tal xorma nimaga dalda bo'ladi desam, Abu Ubayda beriladigan bu xorma tugisa oziqliq butunlay tugaydi dedi. Biz oxiri dengizga yetib keldik. Dengiz bo'yida nihoyat yo'g'on bir kit o'lik holatda yetibdi. Bizning qo'shinimiz ashu kitning go'shidan oziqlandi. Keyin Abu Ubayda kitning ikki qovurg'isini tiklashga va uning ostidan to'gini o'tkazib beqishga buyurdi. Qovurg'a nihoyat cho'ng bo'lganlikdan to'gi uning ostidan nihoyat osonli o'tib ketdi. İmam Malik Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, biz dengizga safarga chiqqan vaqtlarimizda o'zimiz bilan ozgina suv ilib mangamiz. Agar bu suvni tahorat ilishga ishlatsak, ichidiganga suv qolmay usab qolamiz. Shuni dengiz suyida tahorat olsak bo'lamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom u kishiga: "Dengizning suvi pokiz, uningdagi hayvonlarning o'ligimi haloldir" dedi. Bu hadisni İmam Şafii, Ahmad ibn Hanbal, Abu Davud, Nasa'i, Ibn Majah va Tirmizi qatorliqlar rivoyat qilgan. Sahobalardan mushu mazmundagi ko'z qarashlar rivoyat qilingan. Ihrom bog'lagan kishi uchun quruqlikdagi ov hayvonlarini ovlashning haromligi to'g'risida. Madamiki sizlar ihromda yoki haramda ekansizlar, quruqliq hayvonlarini ovlash sizlarga harom qilindi. Ya'ni ihrom bog'lagan holatda ovlash harom qilindi. Bu oyat ihromdagi kishining ovlagan ovining haromligini ko'rsatib berdi. Ihrom bog'lagan kishi qasddan ovlasa gunoh o'tkazgan bo'ladi. Ham to'lam to'laydi. Savanlik bilan ovlab qo'ygan bo'lsa, ovlab qo'ygan bo'lsa-mu to'lam to'laydi. Ularning ovlangan hayvonning go'shi u odamning o'ziga va mayli ihrom bog'lagan yoki bog'lamagan bo'lsin, har qanday bir odamga xuddi o'lik hayvonning go'shi harom bo'lgandek harom bo'ladi. Ihrom bog'lamagan bir kishi maxsus ihrom bog'lagan kishi uchun atab ovlab ovning go'shini sovg'a qilgan bo'lsa, ihrom bog'lagan u kishining u go'shtdan yeyishi durust emas. Buning pakiti tuvendagi hadisdir. Sabit ibn Jusama degan sahabi Abwa yoki Vindan degan joyda bir yov eshakni ovlab, uni payg'ambar alayhisalomga sovg'a qilganda, payg'ambar alayhisalom uning bu sovg'asini qabul qilmagan va bu sahabining chiroyidagi o'zgarishni ko'rib, bizning sening sovg'angni qabul qilmasligimiz boshqa sababdan emas,
balki hozir biz ihrom oldida turayotganligimiz uchundir degan. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bo'lib, bu hadis yana bir qancha usulda rivoyat qilingan. Bu hadisdan payg'ambar alayhisalomning o'g'langan ashu ovni maxsus bizga atab o'g'lidi deb o'ylaganligi uchun qaytirib o'tganligini tushunib olg'ili bo'ladi. Ammo ovni ihromdagi kishilarga atab emas, balki o'zlari yeyish uchun ovlagan bo'lsa, ihromdagi kishilar uningdan yeysa bo'ladi. Buning pakiti tuvandagi hadisdir. Bu qatada mundaq deb rivoyat qiladi. Men ihrom bog'lamaganda bir yovi eshak ovlagan edim. Hamrohlarim ihrom bog'lagan holatida bo'lg'achqa uning go'shidan yeyishga ikkilanib qolishdi. Keyin biz payg'ambar alayhisalomdan so'raganimizda payg'ambar alayhisalom sizlardan birasi o hayvonni unaga ko'rsatib qo'ygan yoki ovlashda unaga yordamlashganmi deb so'radi. Hamrohlarim yo'q deb javob berishdi. Payg'ambar alayhisalom undaq bo'lsa uningni yangla deb o'zimi yedi. Bu vaqalik Imom Buxoriy va Muslimning kitobida bir necha xil usulda rivoyat qilingan. Sizlar qiyomat kuni dargohiga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni ey insonlar, Alloh taoladan qo'rqinglar. Sizlar Alloh tarafidan buyurilgan farz amallarni o'rindanglar. Haroq ichish, qimor o'ynash, tiklangan toshlarga ibodat qilish va pol o'qlari bilan pol ichish, ihrom bog'lagan holatda ovlashdek payg'ambaringlarga tushgan Qur'onda cheklanib kelgan ishlardan yeninglar. Chunki sizlarning oxiri qaytadigan joyinglar Alloh taolaning dargohidir. Alloh taola osiylik qilguvchilarga jazo, bo'ysunuvchilarga mukofot berguchidir. Allah Beytul Haram bo'lgan Ka'bani, haj ayini, hajda qilinadigan qurbanlikning alomati sifatida bo'yinlarga belgi esilgan to'gilarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqisi qildi. Ya'ni Alloh taolo ojizni bo'zak etkichilarni, yaxshi kishilarga yomonlik qilguvchilarni va kishilarga zulm qilguvchilarni to'salg'idek qarshilik kuchi bo'lmagan kishilar uchun Beytul Haram bo'lgan Ka'bani, haj ayini, hajda qilinadigan qurbanlikning alomati sifatida bo'yinlarga belgi esilgan to'gilarni panohgoh qilib berdi. Muşular orqali Alloh taolo kishilarni bir-biriga zulm qilishdan to'sib qoldi. Chunki muşulardan boshqalarni bo'zaq qiladigan kishilarni to'sab qoladigan bir narsa yo'q edi. Alloh taolo bu narsalarni diniy faoliyatlarning bir alomati va ularning dunyolik ishlarining foydali amallari qildi. Mushu narsalarning, ya'ni Beytul Haram bo'lgan Ka'ba, haj iyi, hajda qilingan qurbanlikning sifatida belgi esilgan to'gilar hurmatini biladigan arablar uchun mushu narsalar o'zlarining qo'l ostidagi kishilarning huquqini qo'g'daydigan va ularning ishlarini tuzaydigan bir boshliqning rolini o'ynaydi. Ka'baning haram deb atalishi Alloh taolo bu o'rinning dal-daraxtlarini kesish, o't-cho'plarini yulishdek ishlarning harom qilinganligi uchundir. Bu ishlar islom kelishdan burunqi zamonlardimi Arablar jamiyatining ishlarining foydali omillari bo'lganidek, islom kelgandan keyinmi haj faoliyatlarining asosli alomatlari va namozda yuz keltiradigan qiblasi bo'ldi. Bu Allohning
osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shayini bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Ya'ni ey insonlar, Alloh taolaning mushundaq qilishi sizlarning foyda ziyninglarni bilganligi uchun, sizlarning ishlaringlarni yaxshilaydigan omillarni qilib berganligini, shuningdek osmon zimindagi barliq narsalardan qaysisining sizlarning hozirgi va kelgusidagi manfaatinglar uchun foydali bo'lgan narsasini biladiganligini, ham sizlarning oshkora va yoshirin bo'lgan hamma ishinglarni biladiganligini, ondan yaxshi amal qilguvchilarga mukofot, yomon amal qilguvchilarga jazo beradiganligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. İtaat qilguvchilarga Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni osmon zimindagi har qanday narsani va sizlarning oshkor yoshirin ishlaringlarni bilib turgan Alloh o'ziga osiylik qilguvchilarni qattiq jazolaydi. O'ziga bo'ysunguchilarning gunohini kechirdi. Gunoh qilib, uningga tavba qilgan bandasini jazolamaydigan marhamat egisidir. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliq qilishdir. Alloh sizlarning oshkor va yoshirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turdi. Bu Alloh taolaning bandalariga qilgan tahdididir. Alloh taolo mundaq deydi: bizning sizlarga avatgan payg'ambarimiz faqat dinni yetkazib qo'ydi. Bo'ysunganlarga mukofot, bo'ysunmaganlarga jazo berish bizning ishimizdir. Biz bo'ysungan va bo'ysunmaganlarni payg'ambarimizning chaqiriqiga ovoz qo'shgan va qo'shmaganni obdan bilamiz. Sizlarning oshkora so'z harakatinglarni yoshirin buzuq e'tiqod va munofiqliklarni obdan bilamiz. Yoshirin va oshkora ishlarning hammasi bizga maxfiy emasdir. Shunga bandalar Alloh taoladan qo'rqishi va bo'ysunishi kerak. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, gerçi haromning ko'pligi tingishuvchi seni ajablantirsa-mu, harom bilan halol barobar emas. Ey aql egalari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'ydigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildirdi. O'tganda so'raganlaringlarni Alloh afu qildi. Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilguvchilarni jazolashga oldirib ketmaydi. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlardan shundaq masalalarni so'ragan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'ragan ishlari bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kafir bo'lib ketdi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, garchi haromning ko'pligi tinshug'ichi seni ajablantirsa-mu, harom bilan halol barobar emas. Ya'ni manfaati bar ozg'ina halol narsa ziyonli ko'p harom narsadan yaxshidir. Bu haqda hadisda mundaq deb ko'rsatilgan: oz bo'lsa-mu ehtiyojiga yetarlik bo'lgan halol narsa ezib ketishga sababchi bo'ladigan ko'p harom narsadan yaxshidir. Ey aql egalari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni ey aql egalari, Alloh taoladan qo'rqinglar, haromdan yiroq turinglar, halol narsalarga qanoat qilinglar. Shunda qilsanglar dunyo va oxiratda nijotlikka erishishinglar mumkin. Foydasiz savollarni so'rashni ayiblash to'g'risida. Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'ydigan narsalar
to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Bu oyatda Alloh taolo mu'min bandalariga adab o'gitib, ularni foydasiz savollarni zig'irlab ko'p so'rashdan to'sdi. Chunki ba'zi savollarga berilgan javoblarning hujjatidan chiqish ularga ig'ir kelishi mumkin. İmam Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom shundaq bir so'z qildiki, men hech qachon mundaq so'zni anglab boqmagan edim. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Sizlar men bilganni bilgan bo'lsanglar, albatta oz kulib, ko'p yig'ilgan bo'lardinglar." Bu so'zni anglagan sahobalar yuzlarini etib yig'lab ketdi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomdan: "Mening dadam kim?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Faloni" deb javob berdi. Shu vaqtda Alloh taolo: "Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalarni to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar" degan oyatni nozil qildi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Ahmad, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam İbn Jarir Qatadadan Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomdan nihoyat ko'p savol so'rab ketganlikdan bir kuni payg'ambar alayhisalom munbarga chiqib ranjigan talaffuzda: "Bugun nima so'rasanglar, shuningga javob berman" dedi. Sahobalar bu so'zni anglab, cho'ng bir ish bo'lgan o'xshaydi deb qo'rqib ketishdi. Atrofimga qarasam, hammasi yuzlarini to'sib olib, yig'ilishib ketibdi. Del shu chaqda boshqalar bilan jidallashib qolsalar, haromdan bo'lgan deb haqoratlanadigan bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, mening dadam kim?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Sening dadang Hudafa" deb javob berdi. Ondan Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib: "Biz Alloh taolaning Rabbimiz ekanligiga, islom dinining dinimiz ekanligiga va Muhammad alayhisalomning payg'ambarimiz ekanligiga rozi bo'ldik. Men fitna fasodning ziyon yetkazishidan Alloh taologa sig'inib panoh tilayman" dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Mayli yaxshilik yoki yomonlik tarafdan bo'lsin, men bugünkidek bir kunni ko'rmagan edim. Menga jannat bilan do'zax to'saqsiz ko'rsatildi." Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim Sa'id radhiyallohu anhudan shundaq rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Ba'zi kishilar payg'ambar alayhisalomni masxara qilish uchun dadam kim, to'gisini yuttirib qo'yganlar to'gam nada degandek savollarni so'raydi. Ular haqida Alloh taolo: "Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. O'tganda so'raganlaringlarni Allah afu qildi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilg'uchilarni jazolashga oldirib ketmaydi" degan oyatni nozil qildi. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Alloh taolaning qodir bo'ladigan kishilarning Allah uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi" degan oyati tushganda ba'zi kishilar: "Ey Allohning payg'ambari, har yil haj qilamizmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom javob bermay jim turib oldi. Ular yana so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q. Agar men degan bo'lsam, sizlarga yilda haj qilish farz bo'lib qoladi-da, sizlar uning huddidan chiqa olmaysizlar" deb javob berdi. Shu chaqda Alloh taolo: "Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkor qilinsa, sizlarni bearam qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi.
O'tganda so'raganlaringlarni Alloh afu qildi. Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır, halimdir. Yani asilik kılgıcıların cezalaş kaldırıp ketmeydi degan ayetini nazil kıldı. Bu hadisni İmam Tirmizi ve İbn Majah rivayet kılgan. Bu ayetning mazmunidan cevabı berilip kalsa onun hüddisinden çıkılıp bulmaydigan yoki keyin keladigan savollarni so'ramaslikning kerakligi chiqib turdi. Yoki qiyin keladigan savollarni so'ramaslikning kerakligi chiqib turdi. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildiriladi. Ya'ni sizlar so'rashdan cheklangan savollarni payg'ambarga vahiy tushayotganda so'rasanglar, payg'ambar sizlarga u savollarning javobini bayon qilib berdi. O'tganda so'raganlaringlarni Alloh afu qildi. Ya'ni bu Allah Teala asan. Sizlarning burun o'rinsiz ko'p savol so'raganliklaringizni Allah Teala kechirib etdi. Allah nihoyatda mag'firat qilguvchidir. Bu oyatda ko'z tutilgan maqsad endi buningdan keyin ko'p savol so'ramanglar. Balkim ko'p savol so'raganinglar sababidan sizlarga qiyin keladigan biror hukm bekitilib qilinishi mumkin deganlikdir. İmam Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan hadisda mundaq deb keldi. Musulmonlar ichida gunohi ig'irroq hisoblanadigan kishi harom qilinmagan bir narsa to'g'risida o'rinsiz savol so'rab, shu savolning sababidan so'ragan narsasi harom qilinib qolgan kishidir. İmam Müslim Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men sizlarga bayon qilmagan narsalar haqida savol so'ramanglar. Sizlardan ilgarikilar to'liq savol so'raganligi va payg'ambarlar bilan qarshilashganligi uchun halok bo'lib ketgan. İmam Bayhaqiyning rivoyat qilgan hadisda mundaq deb kelgan. Alloh taolo farzlarni bekitdi. Uningga o'z joyida amal qilinglar. Belgilemelerini belgiledi. U belgilemelerden alqıp ketmanglar. Bazı narsalarni harom qildi, uningdan yeninglar. Bazı narsalarni unutib qolganlikdan emas, balki sizlarga rahim qilganlikdan bayon qilmay qo'yib qo'ydi. U narsalarning hukmini zig'irlab so'rab yurmanglar. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlardan shundaq masalalarni so'ragan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'ragan ishlari bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kafir bo'lib ketdi. Ya'ni sizlardan burun o'tgan kishilar so'rash cheklangan savollarni so'ragandan keyin ularga berilgan javobga ishonmay, shu sababdan kafir bo'lib ketdi. Demak, ularning so'ragan savollariga javob berilgan bo'lsa-mu, ular shu javoblardan foydalanmagan. Chunki ularning savol so'rashi hargizmi bilib olish uchun emas, balki masxara qilish va johillikdan bo'lgandir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Maida surasi tafsiridan 102 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.